Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Xitoyning mollarini boykot qilaylik degan chaqiriqni e'lon qildi. Uyg'ur elidagi davlat kadrlari qor kuchlarini tozalash harakatining asosiy nishoniga aylangan. Saudiya Arabistonida 37 kishining o'lim jazosi ijro qilindi. Xitoyga piyoda berish uchun Italiyadan yo'lga chiqqan faoliyatchi Turkiyaga yetib keldi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Dünya müsəlmanlarının mübarək Ramazan ayı başlanış aldıda Amerikadakı Uyğur kişilik hüquq quruluşu bu illik Ramazan ayında muhaciratdakı Uyğur xalqının Xitoy mallarını boykot qilish harakatiga chaqiriq qildi. Washingtondagi Uyğur kişilik hüquq quruluşu Zübeyra Şəmsiddin xanımның bildirishicha, Xitoyning milini setib olish bugungi kunda Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga yordam qilganlik bilan barobar ekan. Chunki Xitoy hokimiyati iqtisod tarafdan qancha kuchlangan sari Uyg'urlarga va o'ziga dushman deb qaraganlarga qarata texmo zo'r bostirish ilib boralaydi ekan. Xitoy mollarini boykot qilish tashabbusini faqat Uyg'urlar orasida emas, balki butun dunyo musulmonlari, hatto butun dunyo xalq orasida kengaytirish ehtimolligi mumkin ekan. Navbatda dunyo Uyg'urlarni qo'llash fikri iqimining kuchayishiga ergishib, amaliy harakat ilib berish tashabbuslari kuchaymoqda. Ramazan munosabati bilan Xitoy mollarini boykot qilish chaqiriqini e'lon qilish bo'lsa, Xitoyda ishlangan har qanday molni sotib olmaslikni, oldi bilan chet ellardagi Uyg'urlar orasida boshlash kerakligi. Uyg'urlarning o'z oilasida kundalik turmush buyumlari sotib olganda Xitoy mollarini sotib olmaslik prinsipi bilan yashash lozimligi. Bu tashabbusni o'zidan boshqa yana xulum qo'shna, donish bilish, xizmatdosh, saboqdosh, bolalar va boshqalarga tavsiya qilish bekmi muhim. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bu chaqiriq orqali ikkinchi qadamda har qaysi davlatlardagi musulmonlar orasida, shuningdek Uyg'urlarni qo'llaydigan musulmon tashkilotlari, diniy erkinlik va kishilik huquq organlari bilan hamkorlik o'rnatib, munosib faoliyatlarni olib berishni planlamoqda ekan. Amerikadagi musulmonlar orasida Uyg'urlarni qo'llash faoliyatlarini qanot yaydirayotgan Sado va Nazar tashkilotimi bu yil apreldan boshlab Xitoydan parhez tutish temasida harakat qo'zg'agan bo'lib, Amerikadagi va dunyodagi musulmonlarni Xitoyning mollarini sotib olmaslik va ishlatmaslik orqali dunyoda musulmonlarni eng og'ir bostirayotgan Xitoy kommunist hokimiyatiga amaliy harakat orqali norozilik bildirishni planlagan. Statistikalarga qaraganda Amerika Xitoy iqtisodiy hamkorligining kuchayishiga ergishib, texnik ko'p Xitoy mollari Amerika bozorini monopol qilishga boshlagan. Hozir Xitoy Amerika iste'mol bozoridan yiliga 400 milliard dollarlik foyda oladi ekan. Hech bo'lmaganda biz Xitoydagi o'zini qo'g'dash imkoniyati bo'lmagan, bostirilayotgan, o'ltirilayotgan musulmonlarga ozgina bo'lsa yordam qila olamiz, ham qo'llashimizni ifodalagan bo'lamiz. Mana bu biz qila oladigan amaliy harakat. Biz hammamiz birlashib qarshi tura olsaqla, Xitoy o'zining zulmlarini to'xtatishga majbur bo'ladi. Xitoy mollarini boykot qilish yoki Xitoy iqtisodini qo'llamaslik qatorliq ommaviy harakatlarmi yaqindan buyon xalqaro ko'tarilayotgan Uyg'urlarni qo'llash harakatidagi bir zo'r ommaviy to'lqin qarab taraqqiy qilmoqda. Xitoy mollarini boykot qilish yoki Xitoy iqtisodini qo'llamaslik qatorliq ommaviy harakatlarmi yaqindan buyon xalqaro ko'tarilayotgan Uyg'urlarni qo'llash harakatidagi bir zo'r ommaviy to'lqinga qarab taraqqiy qilmoqda. Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistonda atalmış qor kuchlarini tozalash degan nom bilan elib berayotgan harakati orqali yerli xalq ommasini yana masla bosh qilishga yoki o'zini o'zi ma'lum qilishga qistamoqda. 25 aprel kuni Aqsu viloyatlik intizom tekshirish komiteti, Aqsu viloyatlik reviziya komiteti uqtirish e'lon qilib, atalmış qor kuchlarining razillikka, cheriklikka chetishlik masalasi borlar va huquqidan foydalanib boshqalarga chapan yapgan partiya a'zolari, kadrlar va xizmatchilarni belgilangan muhlat ichida masalasini tashabbuskorlik bilan topshirish haqida uqtirish tarqatgan. Mazmuni bo'lsa, uqtirish e'lon qilingan kundan boshlab bir oy ichida o'zining intizomga, qonunga xilof masalasini tashabbuskorlik bilan topshirganlar qonun bo'yicha yenik yoki yeniklatib bartaraf qilindi. Qilmishi bir qadar yenik bo'lganlar bartaraf qilishdan kechirim qilindi degandek iboralar qo'llanilgan. Darvaqa 25 fevral Şinjan gazetida Yangisar noyisi, G'o'lja noyisi va Aratürk noyisi qatorliq 6 noyadan 6 nafar davlat kadri ustidan markazning 8 turlik belgilamasiga xiloflik qilish degan jinoyat bilan uqtirish chiqarilgan. Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida yaqindan buyon atalmış qor kuchlarini supurib tozalash harakati umumyuzlik qo'zg'algan. Aqsu viloyati tarafidan tarqatilgan bu uqtirishning maxsus kadrlar va davlat xizmatchilariga qaratilganligi alohida diqqat qo'zg'amoqda. Bu haqdagi uqtirishda Xitoy hukumatı 2017-yili minglagan kishilarni lagerga solashni boshlashdan burun keng xalq ommasi orasida mushundaq tashabbuskorlik bilan masala fosh qilish harakati qo'zg'agan. İtaliyadan Xitoyga bormoqchi bo'lgan Danila Ventola Turkiyada safarning eng go'zal mazgilini boshdan kechirganligini aytdi.
İtaliyaning Napoli shahridan taxminan 6 oy ilgari piyoda yo'lga chiqqan va Xitoyga bormoqchi bo'lgan Danila Ventola Turkiyaning Sinop shahriga yetib kelib, bir oz dam olishni qaror qildi. Danila Ventola Sinop muxbiriga bergan bayonotida kuniga taxminan 30 kilometr yo'l yurayotganligini, dam olish uchun yo'llarda chidir tikib yetayotganligini, navoda nachar havo sharoitiga duch kelib qolsa, ondan mehmonxonalarga berayotganligini so'zlab o'tdi. Danila Ventola safarim nihoyat yaxshi o'tmoqda. Bo'libmi turklar to'limi yaqin xushfe'l ekan. Italiyadan boshlagan bu piyoda safarimni kelar yili Xitoyga berish orqali tamomlayman. Turkiyaga kelganligimdan o'zimni intayin xushal his qilmoqdaman. Chunki turk xalqi intayin mehmondo'st, mehribon ekan. Sinopning intayin go'zal bir shahar ekanligini ta'kidlab, tarixiy qurilishlar alohida diqqatimni tortdi. Aylanib ko'rdim. Bu shahar haqiqatan qaltis ekan dedi. Saudiya Arabistonda terrorlik tashkilot qurish va dushman bilan hamkorlik o'rnatish jinoyati bilan ayblangan 37 kishiga o'lim jazosi ijro qilindi. Fransiya agentligi xabarida 23 aprel Saudiya Arabiston poytaxti Riyod, Makka, Madina, Ash-Sharqiyya, Al-Qassim va Asr shaharlarida terrorlik tashkilot qurish, soqchi punktlarga hujum qilish, bexatarlik xodimlarini o'ldirish, dushman taraf bilan hamkorlashish qatorliq jinoyatlar bilan ayblangan 37 kishining o'lim jazosi ijro qilingan. Lekin o'lim jazosi ijro qilinganlarning yoshlari va kimliklariga aloqador hech qanday ma'lumot berilmagan. Hammalarning Saudiya Arabiston fuqarosi ekanligi qayd qilingan. O'lim jazosining sud va taftish mahkamasi tomonidan tasdiqlangandan keyin podshohning buyrug'i bilan ijro qilinganligi uqtirilgan. Egallanishicha, bu yil Saudiya Arabistonda 100 dan ortiq kishiga turli jinoyat bilan o'lim jazosi berilgan. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.